Hozirgi kunda hammada tez shamollash, allergik rinitlar yoki bo'lmasam virusli kasalliklar juda ham ko'p. Shuning uchun ham qizlar mana shu 3 ta mahsulot tavsiya qilaman. Hozir klientimga ham shu mahsulotlarni Yandexdan chiqaraman. Bular nimalar? Laktoferin tarkibida oqsil bor, organizm oqsil bilan to'yintiradi va laktoferin va immunoglobulin bor. Laktoferin bu immunitetni mustahkamlaydi va organizm oqsil bilan to'yintiradi va gemoglobinni ham ko'taradi va immunoglobulin esa o'sha immunitetni mustahkamlashga, viruslarga qarshiliklarni oshirishga yordam beradi. Biodron esa qonni virus, bakteriya va allergenlardan tozalaydi, qonni suyultiradi va viruslarga qarshi chidamlimizni oshirib beradi bu ham. Metabiotik shamollagan paytda bilasizlar, ichaklarimizda foydali bakteriya kamayib ketganligi uchun ham shamollaymiz. Ichakni foydali bakteriya bilan tiklaydi. Shuni hisobiga sizda sog'lom immunitet hosil bo'ladi. Har doimki qaysi klientimda shamollash bo'lsa, mana shu 3 ta mahsulot bilan immunitet ko'tarib olamiz qizlar.